ichadigan narsalar, endi bularni afzalligi, tibbiyot meditsinani sirri nimadaligini bular tozalaydi. Nimadan tozalaydi? Sizni ichingizni musirdan tozalaydi. Musir har bitta odamda yillar davomida 50 ga chiqdingizmi, 60 ga chiqdingizmi, 25 kilo, 30 kilo musir ichida o'tadi. Bo'ldi, o'sha ichini tozalash kerak. Shu musir chiqib ketmaguncha siz kasal bo'laverasiz. Oxiri shu musir rakka olib keladi-da, oxiri onkologiya bilan tomos bo'ladi. Ha? Qanaqa tozalash kerak? Yo'q, bizani traditsion meditsinamizda unaqa narsa yo'q. Faqat zo'r dorilarki, shunaqaki, agarda qattiq og'riyotib og'riqni bosadi, trimol ichasiz, ketonal ichasiz. Uni повышение siyosati nima? Teshadi. Yasvaga olib keladi, kровотечениеga olib boradi. Qon quyuq, suyultirish kerak, kardiomagen ichasiz. Enapre ichasiz. Nima qiladi? Qonni suyultiraversa, qon trombositlar bir-biriga yopishmaydi. Ular yopishmagandan keyin qon to'xtamaydi. Kровотечение to'xtamagandan keyin odamning 5 litr qoni bor. 2 litr ketsa o'ladi. Bo'ldi, shu bilan. Hech narsa qila olmaysiz. Endi shu kardiomagnilniki mana endi hozir dorilar bilan taqozob yetishib boshlayman deb. Voy, men shu kichkina kardiomagn ichadi, keyin bo'lmasa adilfam yo enamni ichib oladi. Bo'ldi, shu bilan hammasini ishini qilib yuraveradi. Bunaqa insonlar gipertoniklar insult, infarktga kandidat ketasan degani. Mana adam shunaqa aytiladi. Adilfamga olib kelib mana adilfamni masalan o'qitib qo'yibman. Otamam shu odamam, onamam birga o'qishgan, shuni bitirib qo'yibdi. Mana endi заведующийman ku. Mana hamma narsa qo'limda bor. Да, но не бесплатно же это все. И что, мама adilfamni olib kelib bergan bor, обширный infarktdan qo'limda ketdi-ku. Taqqaytdi-ku miyam, taqqaytdi. Mana bu dorini ichsa, yashaydi deb o'ylaganman. Kapelsalarni qo'ysak yashaydi deb o'ylaysiz. Да, временно yashaydi. Временно, год-два yashaydi. Stent qo'yadi, operatsiya qiladi, beta-blokator qo'yadi. Временно maksimum, ya'ni 2 yil, 3 yilga umringizni uzaytirib beradi. Ko'rganman-da, beta-blokator qo'ygan onam o'rtoqlari bo'lardi. Shunaqa birga dam olishga borishardi. Shu yuragim sekin uradi, 40 ga tushib qolganda deydi. Shunda apparat qo'yadi, yurak tezroq urishga. Kalsiy yetishmasa yurak yaxshi ishlamaydi. Hamma joyda kalsiy yetishmaydi. Mushaklarning сокращениясida kalsiy kerak bu. Ichaylaringizni ishlatish uchun, peristaltika ishlash uchun, va bunaqa qilib yurg'izish uchun o'sha tukchalarni kalsiy. Miyangiz yaxshi ishlab, mana tushunishingiz uchun kalsiy kerak bu. Nimaga kalsiy faqat suyakda bo'laganman, men o'zimni o'qib bitiraman. Kalsiy faqat suyakda, aptekani kalsiy ichasiz. Kalsiyni deb o'ylamayman. Tezroq ta'sir qiladi, tezroq natija olasiz deysiz. Lekin tuzalmaysiz. Kalsiy toshga aylanadi, buyragingizda o't qopingizda tosh bo'ladi. Keyin borib operatsiya qilish kerak, buyragini olib tashlaydi, o't qopga olib tashlaydi. Shu ular aytiraman, shuni o'rgatyapti bizga. Rockefeller chiqargan ekan farmatsiyani. Bo'lmasam Ayurveda degan bo'lardi. Butun o'tlar, giyohlar ko'p sotilardi Sovet paytida. Hamma narsani yo'q qilishdi, faqat kimik narsani o'tkazishdi. Tuzalmaysiz, vechni kasal bo'lib yuraverasiz. Endi yana aytaman, mana shu oyog'imni shunaqa yemirilish, kesamiz. Mana tizam bitta tizam $6,000, ikkinchi tizam $6,000, $12,000ga sun'iy suyak qo'yib qo'yadi. Yiqilmaysizmi? Yiqilasiz. Qoqilib tushamiz, yiqilasiz, cho't sinib ketadi suyagingiz. Lekin o'zingizni suyagingiz bo'lsa, o'zingizdan turib qoq ketaverasiz yana. Sinmaydi, to'g'rimi? Yoshlik o'zida men necha yil yiqilganman. Shunaqa tez yurardimki, oyog'im orqada qolib ketardi, qanam oldida qolardi. Go'rga tushib ketganman bu hozir ham shunaqa emas, alhamdulillah. Umrda kechqurun bo'mburda kiyapman yana qattandirda. Keyin yana platforma, mana splashli platforma, bo'ldi. Uchib tushganman. Oq boshimga hammasi turib oldi, turdim, qo'rqdim, hech qachon ishlasam, yana yugurib tez qolib ketdim, kirib ketganman. Ishlar ko'p yiqilardi. Yiqilamiz, ilojimiz yo'q, qoqilamiz, qaramaymiz ku. Period. Oyoq kuyga qarash yo'q. Yoshlikda shunaqa edi. Ay endi hozir попробуй. Har bittasi chuqurida, har bir toshini anaga tegsam, qoqilaman, yiqilaman deb turaman. Ehtiyot bo'l, bosmaman deb turaman keyin. Alhamdulillah, Xudoga shukr, alhamdulillah. Qarang, qanaqa mo'jiza. Endi buni afzalligini tozalash deganda, qanaqa organizmni tozalaymiz? Oddiy choy. Choyni tarkibida ginastema pitilisna degan giyoh bor. Xitoyda o'sadigan giyoh. Imperatorlar ichgan choy 5 yillik choylarni 8 marta oltin medal olgan.
Voz beradi. Всемирное организация здравоохранения. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti beryapti buni. Qaysi doriga beryapti? Men sevgan dorilarni zavod medali yo'q-ku. Jebalaman dema, vozni yaxshi ko'raman-da o'zim. Voz nima desa shuni qilamiz biz. Hamma mediklar shunda bo'ysunamiz vozni. Hamma epidemiya bo'ldi-da, hammaga прививка qilinglar. Прививка o'zi deb qo'yardi-ku. Olmadik. Прививка olmasdan ham yashadik-ku. Oldirmadim bolalarimga ham bittasiga o'sha прививкасini. Xo'jayinni ishlayotganlar yo'q, ama sen ishdan bo'shatib yuboramiz. Oldilar, 3 oydan keyin bo'ldilar koronavirus shunda. Ha? Bo'ladi. Demak, tozalash degani bitta choyni endi afzalligini ayting. Choyni ichida 40 ta chillaga o'xshab ichamiz-a. Lekin faqat choy ichib shu bilan tuzalaman deb o'ylamaydi. Bunaqasi bo'lmaydi. Tozalaganda sulaytirib qo'yadi, faqat sulayib o'tirasiz o'zingizlar mana bunaqa qilib sulaysiz. Yo'q. Bitta kompleksini ichiladi hamma narsa. To'ldiruvchi, tozalovchi, to'ldiramiz, keyin tiklaymiz keyin mana. Lekin hammasini xususiyati borki, hammasi tozalovchi xususiyatlari bor. Issiq holatda davleniyani qonni suyultiradi, davleniyani tushirib beradi. Illiq holatda davleniya tushmaydi. Men gipotonikman, davleniyam pastman. Men illiq holatda ichaman. Lekin issig'i juda ham yoqadi menga. Issig'ini ham bosib ichib olaman-da, keyin shart olaman-da, keyin sal bo'shashsa ko'p ichib olaman. Yo'q, mana produksiyam mazaqli ichadigan. Yana mana shu boshingizdan oyog'ingiz uchigacha tozalashni boshlaydi. Miya qon tomirlaringiz antilipidni choy. Lipid xolesterin degani. Qonda xolesteringa ko'p musor ko'p qonni ichida 500 gram, yarim kilo musor, o'sha shlaki toksinlardan chiqadi. Shlaki nima u? Shlaki biza yeb ichayotgan narsamizda hazm bo'lib chiqib ketadigan narsa u. Uni shlak deydi. Lekin u ichingizda qolaveradi. Qoladi ichmasada. Chunki 15 metrlik ichagimizda bor, mana shu kichkinagina qornimizda. Ko'rmaymiz biz uni ichida nima bo'layotganini. Ichayni qo'yni so'yayotganini ko'ramiz-ku. Lekin uni ichida izvilini izgibi karmashki, cho'chaklari bor uni ichida, ichiga kirib oladi. Hazm bo'lmagan shashliklarimizda challab pishgan go'shtlar ichiga kirib yotaveradi. Ana o'sha achish, bichish, jig'ish degan narsani bo'ladi. Ana o'shandan achishni chiqayotgan narsasini toksin deydi meditsinalar. U zahar deydi. Ana shu zahar faqat ichingizda o'tiraveradi lekin. U zahar ichaylik tengda hamma yog'i kapillar bo'lib yotibdi-ku. Hammasi qon tomir bo'lib yotibdi. Sirrazi qonga o'tadi, qondan yurakka, yurakdan oshqozon osti bezini, ishlab chiqadi sahar, diabet, давление, insult, infarkt olib keladigan bizani самоотравляющий кишечнигimiz bo'ladi o'sha. Uni aytib shu Mechikov shuni dokazat qilib bergan. Nobel premiyasini olgan. $1 million Nobelskiy premiyasi. Endi bu yana qabziyatga mazali. Siz buni och qornida ichsangiz, shunday ishlaringiz yumshoqini keltiradi. Odamlar indamasdan bir oyda 10 kilo vес tashlayapti. Hozir shu uchun ichayotgani yo'q. Tozalanyapti, musor chiqyapti ichidan. Qon tomirlaringizni tozalaganda xolesterin ketadi. Yarim kilo musor qon tomirlarda o'tirar ekan. Endi dokazini, endi vozda yo'q. 500 gram кровеносный сосудlarda o'tiribdi. 5 kiloda malikda tizamda o'tirgan ekan. 5 kilo. Tuzlar yig'iladi. Tuzni maydalaydigan narsa shu kalsiy bo'ladi. Endi buni o'zini meridian, 12 ta meridian, 12 ta asosiy organlarimizda bor-da, ana shu meridianlarning o'zi ishlaydigan vaqti bor, aktivniy fazalari bor. Oshqozon osti bezi, mana bu sahrni diabetiklar ichganda qon tozalagandan keyin sahr tushishni boshlaydi. Bir haftada insulin tashlashyapti. Mana guvoh bizda qo'jonamizda 11 yillik sahrni diabet, pochka yaxshi ishlamaydi, vazn 110 kilomiz, 114 kilo edilar, sahr baland, 11 yildan beri insulin o'zlariga qornlariga qilib qo'yishadi yaxshi. Uni orasida tabletkasini ichadilar. Buyrak ishlamayapti, peshob yaxshi chiqmayapti, nefropatiya ketyapti. Yemirilish ham ko'p chiqdi, ham bo'ksida, ikkita tizada yemirilish. Uylarga borganimda xadonlikda mashina qilib yurgan paytlarida bor. Men mana shu narsani ichish kerak. Shundan men tuzaldim. Ular yurtdilar hali Oqtoshda nima qilyapti? Ikolkami, zulmi nima qilyapti? Bunaqa igna. Igoterapiya qilyaptilar shuni. Yo'q, siz keling, men sizga ko'rsataman. Buni davosi hozir men o'tdim, shuni sizga aytib bera olaman deb. Men dunyo bunaqa masalani olishga dedilar. Хорошо, ichib ko'ring, mana sizga gapiraman.
Hamma shunaqa deydi, qimmat endi mana hozir chiqadigan mana million narsasi. Siz politsiyaga borsangiz qancha bilan chiqasiz endi? 6 million kam. 6 million 7 kunda. 7 kunda 6 million bilan chiqasiz. Glavvrach bilan gaplashish kerak, $100 pulga qistishingiz kerak. Hamma yoq komissiya shunchaki pullarni tiqishingiz kerak. Siz deb yo'qsiz-ku, to'g'rimi? Siz yo'q edi paytda. Yo'q edi. Ana endi qarangki, alhamdulillah Xudoga shukr. O'zlarini eplab o'zlari kelib yurtdilar, qadrlab qolib ketdi. Bo'lmasa, mana aytamiz, chiqazadilar, aytamiz, aytib ham beradilar o'zlari diagnoslarni hammasini. Keyin yurib o'zlari taksilarda kelib o'zlari ketib o'tirib, mana ishlab bo'ldilar. Ishlab oldi yulduzlar. Endi bo'laman. Taksilar pulni to'lashadi. O'rgatay materiallarni olaman. Tuxumlarni, tuzlarni maydalab tushirib yuboradi. Haqiqatan buni diuretический мочегонный effekti bor-ku. Ishlamayotgan pushkin ishlatib yuboradi, ana sidini chiqadi. O'sha maza qil desa kelganlar. Odam ichib ketsa maza qiladi. Odamlar pishloq chiqsa maza qiladi. Odam ovqat yegandan keyin boshqa maza qilib yuboradi. U yeganidan uchib ketish kerak edi, uchmasa siz diskomfort. Bir hafta men qo'rg'ondan kechib keldim. Ziyoratxon hammasini kamida 3 kun ichib kelmaydi. Bir hafta kelmaydi. Bir oy ham kelmaydi. Bu shu odamlar bilan gaplashyapmiz. Bir oy kelmaydi. Rak bo'ladi, rak kishishika bo'ladi. Всё. U ahlat ichida turaversa, ichida qorayib ketadi. Qop-qora bo'ladi deb, shunaqa qop-qora bo'lgandan keyin uni kesib tashlaganingiz bilan, o'sha joyini kesganingiz bilan boshqa organga hamma yoqqa metastaza berib yuboradi shu. Olib qola olmaysiz. O'shaning uchun ichaklarimizdagi juda ham miqdor bo'lishimiz kerak. Ertalab turdik обязательно yarim litr iliq suv ichishimiz kerak. 1 litr suv ichishimiz kerak. O'rgatib borishimiz kerak. Bir stakan qilib 1 litr suvni ichib olishimiz kerak. 1 litr mana bu choydan ichishimiz kerak. 2 litr suv ichish shart. Shuni bilib olishimiz kerak. Suv ichmayman. Suvni nimaga ichmayman, chanqaymayman. Obyodadan menga bordik, adil fanlarni bo'lmasam kazimaldan ichib qolib. Siz tushunmaydingiz u narsani. Chunki doktorga borish kerak, doktor yozib beradi. Sizdan doktor so'radimi, iching kelyapsiz, hech ham so'ragan emas. So'ramaydi, uning o'rnini o'rgatmagan. Qatdan so'raydi. Sityovo marketingda iching keladimi degan narsani ko'rsatadi. Ichingiz kelmasa, tamom, siz kasaldan boshingiz chiqmaydi. Saqrli diabet, давление, insult, infarkt, rak, yemirilish faqat ichingizda bo'lib turibdi. Bizlar sababchimiz. Hammamiz o'zimizni qo'limiz bilan noto'g'ri ovqatlanish ekologiya, mana ekologiya ifloslantiradi-ku. Ifloslanish deganda nima bo'ladi? Mana shu mashinalarda chiqayotgan tutun yoqmaydi menga. Shunga stres sezaman. Yoping, oynalarni yoping deyman mana taklif. Mana zahar. Ikkinchisi siz suv iching, suvda xlorka qo'shib qo'yibdi. Biz o'zgartira olmaymiz ekologiyani ham, suvni ham. Suvga xlorka qo'shmasa, mana bu gepatit bo'lasa, yoki kishechnik, nima palichkalar kirib kelaveradi ichimizga. Stres постоянно bor. Dori ichamiz zaharlaydi, u ham zaharlaydi. Bizani ifloslantiradigan narsalar shular. Noto'g'ri ovqatlanish bo'kib yeyishimizda ham u ham bizani ifloslantiradi. Qanaqa tozalash kerak? Tozalash kerak. Tibet meditsinasida qo'yib qo'yibdi, yo'q deb boshqa meditsinada shu. Xitoy aqlli xitoy o'tirib mana shu narsalarni imperatorlar oddiy odam esa kallasini olib tashlayvergan. Mana butun dunyoga tarqatishyapti shuni hozir. 224 ta davlatda hamma ichib o'tiribdi shu mahsulotni. Olib kirib tushuntirib, vakolatxonalarni ochib qo'yibdi-da, bizani o'qitib qo'yibdi yana shuni. Kelib o'sha yerdan kelib, bizani o'rgatib ketishyapti PCBlar. Va Yumen keldi, Lyujin keldi, hammasini uchqurlab bir haftalab darslarda o'tirib, yana o'qitlarni qilib ko'rsatib berdilar deydi.